Assalomu alaykum. Qadrli, hurmatli, aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Al-Xorazmiy maktabi imtihoni tipida o'tkazilayotgan mock testimiz yechimlarini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi savol. Barcha natural sonlar quyidagi ma'lum qoida asosida to'plamlarga ajratilgan. Shu joyda ozgina chalg'imasalaringiz, men bitta ovozim yozilyaptimi yo'qmi qayta ko'raman. Hammasi chotki, yana izimizga qaytamiz. Tak. Demak, qaranglar nima bo'lyapti ekan bu yerda? Avval 3 ta, keyin 4 ta. Avval 3 ta, keyin 4 ta qilib guruhlarga ajratilyapti. 2025 soni nechanchi to'plamda bo'ladi? Yaxshilab qarasalaring, ikkinchi to'plamning oxirida 7, to'rtinchi to'plamning oxirida 14, demak o'z-o'zidan mana bu to'plamning oxirida 21 bo'ladi. Ya'ni 6-chi to'plamning oxirida. Nima qilar ekanmiz? Birinchi navbatda 7 ga bo'laman. Nechta 7 talik mavjudligini topaman. 2025 ni 7 ga bo'lsam, 7 ga bo'ladigan bo'lsam, tak, 2 tadan 14, 62 ni ichida 62 ni ichida nechtadan bo'ladi 7? 8 tadan 56. Tak, endi yana 65 ta ichida 9 tadan 65 ta ichida 9 tadan 63 bo'lsa, 2 qoldi qolyapti. Tak, nima bo'ldi hozir? Uzr, sal neto yozib yubordim. 2025 ni 7 ga bo'ladigan bo'lsam, 289 bo'ldi-da, undan keyin 2 qoldi. Demak, nima degani 289 desangiz, bu 289 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 8 biridilda 7 biridilda 5. Bu 578-chi anaqani yopib beryapti-da, 579-ga o'tib ketib qolyapti. Tushunyapsizlarmi mana? 578 bu 289-7 degani 578-chi to'plam yopilyapti. Sababi 14 deganda 7 ga bo'lsam 2 edi-ku, 4-chi to'plam yopilyapti. Demak 289 da 578 yopilib, 2 qoldiq evaziga 579 ga o'tib ketyapti. Tushundilaring deb o'ylayman. Keyingisi. Kub yoyilmasining perimetri. Buni juda ko'p uchratganmiz. Kubning hajmini so'rayapti ekan. Demak, mana bunaqa qilamiz, qaranglar. Kub yoyilmasi deganda, libboy kub yoyilmasini chizib olishingiz mumkin. Eng qulayi menga mana bu. Misol uchun mana bu kub yoyilmasi. Endi buni perimetri hisoblanganda yaxshilab qarasangiz, mana buni bunday to'ldirib yuborsam bo'ladi. Bunday bu yoqqa bularni tepaga chiqarib olaman. Bularni bu yoqqa chiqarib olaman. Ya'ni katta mana bu chizgan, qizil bilan chizgan to'g'ri to'rtburchagim bilan perimetri bir xil bo'lib qoldi. Endi nima qilaman? Bu yog'ida 3a, mana bu yoqda 4a bo'ladigan bo'lsa, 3a bilan 4a ni qo'shib, bir tomon a deb oldim-da endi. 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, bu 98 ga teng ekan. Shunda 7a teng 98 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam 49. A teng 7 bo'lar ekan. Endi 7 bo'lgandan keyin bizdan so'rayotgan narsa buni nimasi? To'ppa-to'g'ri buni hajmini so'rayapti. Demak, V so'ralyapti. V teng A kub degan narsa bor-ku bizda. 7 ni kubi degani bu 49 kara 7, 343 bo'ladi. Yozib qo'ya qoling. Tushunarli bo'ldi menimcha va Al-Xorazmiy imtihoni savollarida ixtisoslashganda undan oldingi 2 yildan beri 2-3 yildan beri menimcha tushgan 2 martalab takrorlangan savol. 3-savol. Rasm muvozanatda turgan tarozi D teng 10 bo'lsa, quyidagilardan nechtasi to'g'ri? D teng 10 bo'ladigan bo'lsa, qarang, yaxshilab qarang. D teng 10 bo'ladigan bo'lsa, mana bular yig'indisi 30. Xo'p, 30 degani mana bu blok 60 degani. 60lar muvozanatda turdi degan, mana bu blok 120 degani. Ko'p narsa olishimiz mumkin bundan. Xo'p. Birinchi masala A bilan S ni yig'indisi 20 ga teng. A bilan S ni yig'indisi 20 ga teng. Xo'p, ikkinchi masala A, B, S bizga teng nechaga?
60 ga. Nima uchun? Nima uchun deb savol berasiz, tabiiy. Sababi mana bu blok 60, mana 30 edi bir tomoni. Ikki tomonni ushlab turgani uchun mana bu yerdan 60 ni ushlab turibdi. Mana bu ham 60 ni ushlab turibdi-da. Shunda pastdan tepani ayirib yuborsam, b ni 40 ligini chiqaraman. Tushunlaringizmi? Pastdan tepani ayirib oladigan bo'lsam, b ni 40 ligini chiqaraman. Hozir 1 minut. Anaqaga tashlab olay, esimdan chiqib ketib qolibdi-yu. Tak. PM tayyorlov degan gruppam bor edi. Undan keyin xuddi shuni mock hozir bolalar 1 minut. Avtomatik gruppam kiraman. Ko'rishmaganmiz bu kishi bilan. Tak. Demak, davom etamiz. B teng 40 bo'ldi. B ni 40 ligini topdik. A plus C ni 20 ligini topdik. Endi bu yoqqa o'tamiz. Bu tomonda 120 ushlab turgan bo'lsa, mana bu narsa. Bular 60-60 bo'lib ikki tomonga bo'lingan. Va undan keyin yana 30-30 bo'linyapti. Demak, C plus Y ni 30 ligi bor ekan. Va undan tashqari C plus Y ni 30 ligi bo'lsa, ASD ham 30 ekanda, mana bu narsa ham 30-30 bo'lingan o'zi. ASD 30. O'zi 30 ligi aniqda ASD ni. Tak, 3A plus Y. Bu ham 30 ekan. Tak, yana nimani ko'rishimiz mumkin ekan bu yoqda? AC 20 ligi bor. Qarang. Shunday 3 ga ko'paytiraman, qo'shaman. 3C plus 3Y plus 3A plus Y teng 120 bo'ldi. Tepani 3 ga ko'paytirdim. Har birini 3C ga o'zi, 3Y ni o'zi, 3A, xullas 3C bilan 3A ni yig'indisi menga kerak narsa 60 edi. 60 plus 4Y teng 120 bo'ladigan bo'lsa, Y teng 15 ligi chiqdi. Y teng 15 ekan. Y ni o'rniga borsam C ham 15 bo'ladi, A 5 bo'ladi. Xullas C ham 15, Y ham 15, A esa 5 bo'ladi. Bo'ldi. Demak, A bilan Y ni yig'indisi 24 emas ekan. Bu xato ekan. Birinchisi to'g'ri ekan. Keyingisi B bilan C 50 mi? B bizda 40, C esa 15. Yo'q, xato ekan. Demak, nechtasi to'g'ri ekan? Bittasi to'g'ri ekan. A javob bo'lyapti 3 ga. Tak, 3 ga A bo'lyapti. Keyingisi hozir. To'rtinchi savol. Quyidagi chizmada yoyiq burchak berilgan. Bunda ABD va DBY burchaklar teng. Bunda ABD, DBY. ABD. Hol teng burchaklar berilyapti. DBF. Bizga mana bu burchak kerak. Xullas qarang, x desak bu ham x, y desam mana bu ham y. Va qarang, 2x plus 2y plus 40 bizga o'sha 180 gradus, ya'ni o'sha yoyiq burchakni beradi. 2x bilan 2y ning yig'indisi 140 bo'ladigan bo'lsa, x bilan y ning yig'indisi 70 bo'ladi. Bo'ldi. DBF ning qiymati mana bu narsani so'rovdi bizdan.
va bu narsa 70 ga teng ekan. Osonroq topdik buni. Keyingisiga o'tamiz. Tak, tezroq yechib berishga harakat qilaman. Vaqtimiz kamroq, sizlarda ham vaqtlaring kamroq. U holda 2a, 2s minus 3b ning qiymatini toping. Birinchi navbatda a plus c ni qarayman. A plus C da ikkita variant bor. Yo 1, yo 11. 1 bo'lishi aniq. To'g'rimi? Yo'q. 11 bo'lishi aniq. Nima uchun? Chunki ikkalasini qo'shganimda 1 bo'lsa, b bilan b ni qo'shganimda 9 bo'la olmaydi-da hech qachon. Ikkita sonni bir xil sonni qo'shsam 2b bo'ladi. Bu juft bo'lishi kerak. Demak, bu o'zidan bir qoldiq o'tkazyapti. Shu uchun ham mana bu 11 ga teng ekan. A bilan C ni yig'indisi. Xo'p, uni topdim. Endi b bilan b ni yig'indisi B bilan B ni yig'indisi esa 8 ga teng. Sababi bir qoldiq olib berdi-yu bu. Bo'ldi, B teng 4 ekan. 18 bo'lishi mumkin emasmi desangiz, yo'q, chunki mana A bilan C qaytadan yana 11 bo'lib beryapti. Bo'ldi, B teng 4 ekan. A bilan C 11 ekan. Bemalol ishlatasiz qayerda? Mana bu yerda 2 ni olib chiqsam 2A plus C minus 3B bo'lib qoldi. 2A plus C degani 2 kara 11 degani. 2 kara 11 minus 3 kara 4 degani. 22 dan 12 ni ayiradigan bo'lsam, menda 10 chiqyapti va bu javob A da turibdi. Mana 6. Quyidagi shaklning perimetri 90 bo'lsa, 3x minus 4 ning qiymatini toping. Qarang. Mana uni bu yoqqa tushiray. X ni 12 ni bu yoqqa tushiray. Perimetr hisoblayotganda shunday qilib o'rgangansizlar baribir. Xo'p. Mana buni bu yoqqa chiqaray. Mana to'liqligicha bu yoqqa chiqarib olay. Bu yog'ini pastga tushirib olay. Va natijada mana bu 2 ta 3, mana bu yer bilan mana bu yer hech qayerga chiqmaydi ham, kirmaydi ham. Demak, perimetr deganda mana shu kattasini perimetri, ya'ni 15 plus x bitta tomoni. Bitta tomoni 18. Ikkalasini qo'shib 2 ga ko'paytiraman va natijaga, ya'ni kattaga 2 ta 3 ni ham qo'shaman. Nima uchun? Chunki 2 ta 3 ni hisoblamay ketganman-da boya. Va bu teng ekan 90 ga. Demak, 33 plus x kara 2 teng ekan 84 ga. 33 plus x teng ekan 42 ga. X teng ekan nechaga? 9 ga. X 9 ga teng degani sizdan so'rayapti 3 kara 9 minus 4 dan. Bu degani 23 bo'ladi va javobimiz D bo'lar ekan. 7-chi savol. Do'konga kartoshka olib kelindi. Birinchi kuni jami kartoshkaning 2 dan 1 qismi. Xullas sotildi. Agar birinchi kuni 20 kilogramm sotilgan bo'lsa, oxirida necha kilogramm kartoshka qolgan? Qarang, jami kartoshkani yarmi sotilgan-ku, o'sha 20 bo'ladigan bo'lsa, to'lig'i 40 kilogramm bo'ladi. Demak, 40 bor edi. Birinchi kuni 20 sotildi. Ikkinchi kuni qolganning 4 dan 3 qismi. 20 qolgandi-ku, o'shaning 4 dan 3 qismini hisoblasak 15 kilo sotildi. Hozircha 5 kilo turibdi. Uchinchi kuni esa qolganning 5 dan 3 qismi sotildi. 5 dan 3 qismi, ya'ni 5 kiloni 5 dan 3 qismi sotilsa uchinchi kuni bu 3 kilo sotilgan bo'ladi 5 kilodan. 3 kilo sotildi va oxirida 4-kuni esa o'zi 5 kilo edi, 3 kilo sotilsa 2 kilo qoldi. Demak, qolgan kartoshka 2 kilo ekan. Keyingi savol. Qo'shish jadvaliga ko'ra quyidagilarning nechtasi to'g'ri? Tak. Demak, boshlaymiz. Mana A bilan B ni yig'indisi 26 ekan. B bilan C ni yig'indisi 26 ekan. Xo'p. A bilan B ni yig'indisi bu C minus 4 ekan. Va yana bittasi A bilan C ni yig'indisi 2B plus 3 ekan. Mana shu narsalar bor bizda. Demak, nima qilaman? Mana shu joyda C teng A plus B plus 4 ekan.
Boshladim. Men bu joyga S ga olib kelib qo'ysam, A plus sen o'rniga A plus B plus 4 teng 2B plus 3. 2A plus 1, ya'ni men 3 ketib qoldi-da bu yoqqa o'tib. 2A plus B 1 teng B. Mana B ni ham A orqali ifodalab oldim. Endi B plus C 26 ligi bor edi-ku. O'shanga qaytaman. B plus C, ya'ni B ni o'rnida xolos B plus C deganim B plus A plus B plus 4 teng 26 ligi bor edi. 26. Endi B ni o'rniga 2A plus 1 ni qo'ysam 2A plus 1 A va yana bitta 2A plus 1 teng 22 bo'lib qoldi. Menda bu yoqda 5A teng 20. A teng 4 chiqyapti. A teng 4 degani B teng 9 degani mana bu yerga borib qo'yadigan bo'lsam. A teng 4, B teng 9 degani C teng qo'ysam ikkalasini 17 degani. 17 4 9 qo'shaman hammasini. 30. Bu to'g'ri, gap yo'q. A plus 2B, ya'ni 4 ga mana 4 plus 18 minus 17. Rostdan ham bu 5 ga teng, bu ham to'g'ri ekan. Ikkisi 34 minus 3B 27 minus A minus 4. Bu 31 bo'ladi. Ayirsak 3 bo'ladi. Demak, mana bu xato ekan, C. Keyingisiga o'taman. A plus C. A ga C ni qo'shsam 21, 21 dan 18 da ayirsam, mana bu 21. Undan 18 da ayiradigan bo'lsam, ya'ni 9 kare 2 ni 3 bo'ladi. Bu 2 emas ekan. Bu ham xato ekan. Demak, nechtasi to'g'ri ekan? Ikkitasi to'g'ri ekan, bolajonlar. Sal tushunmay qolganlar bo'lsa, qaytadan ko'rib olasizlar savolni. Quyidagi sonlar o'qiga ko'ra C, D va L ni toping. Tak, hammasi yaxshi ketayotganiga yana bir qarab qo'yaman. Xo'p, C, D va L ni toping deyapti ekan. Boshlayman. Birinchi navbatda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta oraliq 10 ta oraliq 1 gacha bo'lyapti. Demak, 10 dan 1 ekanda har biri. Demak, mana bu 9 taqsim 10, mana bunisi 8 taqsim 10, mana bunisi 7 taqsim 10 ekan. Demak, bittasi 7 taqsim 10 ekan. Ketdi. Mana u chiqib ketdi o'z-o'zidan. Endi bu 1 taqsim, 2 taqsim, 3 taqsim, 4 taqsim, 5 taqsim. Demak, 1,5 taqsim 10 bo'lib qoldi bu. 1,5 taqsim 10 degani o'z-o'zidan mana bu ham chiqdi 2,5 bo'lgani uchun. Ikkita variant qoldi. Oxiriga keldik. Bu 21, 22, 23. 23 taqsim 10 bo'lib qoldi. Bo'ldi, demak, A javob to'g'ri. 33 taqsim 10 degani uchun D boshida chiqib ketish kerak bo'lgan javob ekan o'zi. Xo'p. Hozir 1 minut bolalar. Men javoblarni tashib qo'yibman. Tak. 10. Mashinada sayohat, ovozim yozib olinyaptimi? Ha, yozib olinyapti ekan. Mashinada sayohat o'rtacha 60 km tezlikda 15 km yurishdan boshlandi. Keyin trassada 2 marta 15 daqiqadan dam olish uchun to'xtashni o'z ichiga oladigan 5 soatda o'rtacha 80 tezlikda yuriladi. Va nihoyat trassadan chekilgan manzilga o'rtacha 20 km yuriladi. Manzilga peshinda yetib borilgan bo'lsa, yo'lga soat nechida chiqilgan? Qarang, birinchi navbatda 60 tezlik bilan 15 minut yurdi degani nima bo'lyapti? Birinchi navbatda
60 tezlik bilan 20 minut yurdi degani, 15 minut yurdi degani 60 kilometr. Bu 60 minut uchun. Demak 15 minut yurdimi? 15 kilometr yurdimi? Demak 15 minut yurgan. Boshida 15 minut sarfladi. Xo'p, yaxshi. Plus. Keyin 2 trassada 2 marta 15 daqiqa o'z ichiga oladigan 5 soat. Prosta 5 soat qo'shib qo'yaman bu yerda. Muammo yo'q. 2 ta 15 ta o'z ichiga olyapti. 5 soat qo'shdim. 5 hash bu. Soat degani. Plus o'rtacha kerak emas. O'rtacha 40 tezlikda 20 kilometr yuriladi. Bu degani, qarang. 40 kilometr uchun 60 minut sarflaydi. 20 kilometr uchun qancha sarflaydi? 30 minut sarflaydi. 30 minut qo'shaman. Bo'ldi menimcha. Shunda manzilga 5 soat u 45 minut vaqt ketdi. Ayirib tashlaydigan bo'lsam 6:15 bo'ladimi? 6:15 da yo'lga chiqqan. 5 soat 45 minut qo'shsam 12:00 da yetib borgan bo'ladi. Tak. 11-savol. Hozir. Xo'p, quyidagi yuk mashinasida ortilgan qutilarning yondan va yuqoridan ko'rinishi tasvirlangan. Qutilar soni bo'lishi mumkin bo'lgan eng ko'p va eng kam miqdorini toping. Qarang. Eng ko'p miqdori qutilar to'la holati. Ya'ni mana shu holatda har birida to'la bo'lsa, pastda ham 4 tadan bo'ladigan bo'lsa, qarang. Eng pastkisida qarang, mana bu yerda 4 ta bosh homiy qarang. 1 2 3 4 5 6 7. 4 kara 7 28 ta pastida eng tagida. Keyingisida 4 kara 6. Xullas bunaqa bo'ladi. 4 kara 7 eng tagida, keyin 4 kara 6, keyin 4 kara 5, eng tepasida 4 kara 4. Bu eng ko'pi. 4 dan 7 gacha 4 kara 4 5 9 6 7 13 22. Eng ko'pida 88 ta ekan. Ya'ni full bo'lgan holat. Eng kam holati esa faqat yondan bizga shunday ko'rinib tursin va tagi to'liq bo'lsin. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni tagida konkret 28 ta bor, usiz iloji yo'q. 28 ta bir qatorda bor. Boyagi 4 kara 7 eng tagida. Undan keyingi qatorda faqat 6 ta bo'lsin. Chunki bizga shunday ko'rinaveradi-da tepadan. 6 ta, keyin 5 ta, keyin 4 ta. Qo'shadigan bo'lsam, nechta bo'ladi? 43 tami? 43 ta. Endi ikkalasining farqi 45 bo'ladi va javob A bo'ladi. To'g'ri? Xo'p, qulf 3 ta raqam bilan kodlangan va qulf kodining raqamlari quyidagi ma'lumotlar berilibdi ekan. Xullas bir narsa bo'lgan. Endi ma'lumotlar asosida kodni toping deyapti. Hech bir raqam to'g'ri emas. 6 4 5. Xo'p. Bitta raqam to'g'ri, lekin noto'g'ri joyda. Ikkita raqam to'g'ri, lekin hech biri o'z joyida emas. Hammasini o'qib olay birinchi. Ikkita raqam to'g'ri, lekin hech biri o'z joyida emas. Qarang, 7 2 8 da ikkita raqam to'g'ri bo'lsa, 8 to'g'riligi aniq ekan va 8 bu yerda emasligi ham aniq ekan. Chunki 8 deganda bunda ham qatnashyapti. Xo'p, 2 7 agar 8 va 7 to'g'ri desam, 3 to'g'ri bo'lmay qoladi. Agar ya'ni bor desam, o'sha raqamlarda 8 va 7 desam, 3 to'g'ri kelmay qoladi. Mana bu joyda bo'lgani uchun. Va 8 va 7 bo'lgandan keyin 8 7 keyin 6 bo'lishiga to'g'ri kelib qoladi. Bu yoqda lekin noto'g'ri joyda. Qarang, o'z-o'zidan 8 oxirida ham emas.
8 oxirida ham emas, 8 o'rtada ham emas, mana. U lekin noto'g'ri joyda deyapti. Demak 8 boshida. 8 boshidaligini topdim. Zo'r. O'z javoblarda ham aslida 8 boshida ekan. Tak, keyingisi. Ikkinchi raqamni aniqlayapman. Ikkinchi raqam 7 bo'lishi mumkin. 3 bo'lishi mumkin. 6 bo'lishi mumkin. Qaysi biri endi? Agar 8 7 3 desam yo'q, o'xshamaydi. 8 3 desam keyingisi 2 bo'lishiga to'g'ri kelib qoladimi? 8 3 Ikkita raqam to'g'ri, lekin hech biri o'z joyida emas. Xo'p, qarang, ikkita variant sinab ko'raylik bo'lmasa. 8 va 7 to'g'ri deb olayman bunda. 8 va 7 to'g'ri deb olay. Shunda 8 va 7 to'g'ri deb olsam, 7 mana bu yerga tushishga majbur bo'ladi. Sababi mana bular bittasi o'z o'rnida edi. 7 bu yerga to'g'ri dedim. Endi 3 emas keyingisi. Shu uchun 6 bo'lib qoladi. 867 bo'lib qoladi bittasi. Lekin 6 mana bu yerda to'g'ri bo'lmagani hisobiga bu javob chiqib ketib qoladi. Bu javob chiqib ketib qoladi, chunki 6 to'g'ri emasdi boshida. Demak, o'z-o'zidan 7 xato ekanda, 8 bilan 2 ekan. 8 bilan 2 ekan va bittasi 3 ekan. 3 oxirida bo'lmaganidan keyin bu yerda va 2 bu yoqda bo'lib qoladi-da, 832 bo'lib qoldi. Masala zo'r edi. Menimcha tushundilaring. Keyingi savol. Hop, hozir ozgina Muhriddin ustoz davom etib turadi. Hop, o'quvchilar, masalalarga kelgan joydan davom ettiramiz. Hop, agar bunday yashirinib qoladigan bo'lsa, hozir 1 minut bo'ldi. Bunday yashirinib qoladigan bo'lsa, ustiga bosangiz qaytib keladi. Bu yoqqa yashirinib qoladigan bo'lsa, mana bular o'zgartirib olasiz. 13-chi misoldan davom ettiramiz. Hop, masalani oldin yaxshilab o'qib olamiz. Yilning 12 oyi va undagi kunlar quyidagicha kodlangan. Demak, 5-mart sanasini o'sha oyni sanasi va oyning tartib raqami bilan beryapti. Bilamizki, mart bu 12 ta oyni ichida 3-oy hisoblanadi. Shuning uchun avval o'zini sanasi 5 va oyni tartib raqami 3 berilyapti. 21-avgust ham shunaqa. Sanamiz 21, oyni tartib raqami esa 8 ekan. Shu tarzda kodlangan sonlarning nechtasi 4 xonali son bo'ladi deyilgan ekan. Demak, 4 xonali son bo'lishi uchun oyning tartib raqami 2 xonali son bo'lishga majbur. Chunki har bir oyda ko'pi bilan 31 kun bo'la oladi-ku. Demak, 2 xonali bo'lsa, o'sha kodimiz 4 xonali bo'lish uchun oyni tartib raqami 2 xonali bo'lishga majbur. Demak, 12 ta oy bor bizda bilamiz. 10-chi, 11-chi va 12-chi oylarda ichida shunaqa kodlarimiz 4 xonali bo'ladigan sanalar bor ekan. Endi 10-chi oyimizda xo'p, kunni tartib raqami 2 xonali bo'ladiganlar qancha bo'ladi? 10-chi oyimiz o'zi qaysi oy bir bilib olaylik. Xo'p, dekabr 12-oy bo'lsa, demak dekabrimiz 12-oy. Noyabr 11, oktyabr xo'p 10-oy ekan. Oktyabrda biz bilamizki, necha kun bor? Dekabrda 31 kun bo'lsa, 31 kun dekabrda, noyabrda 30 kun, oktyabrda 31 kun. Oktyabr oyidagi sanalar 2 xonali bo'lishi kerak. Demak, 10 dan boshlab 31 gacha bo'la olar ekan. 11-oy, ya'ni noyabrdagi sanalar 2 xonali bo'lishi kerak. 10 dan boshlab 30 gacha olamiz. 12-oy, ya'ni dekabrdagi sanalarda tartib raqami 2 xonali bo'lishi kerak. Hop, 10 dan boshlab 31 gacha olamiz. Endi
Demak, noyabrda 10 dan 31 gacha nechta bo'ladi? 22 ta. Xo'p, ya noyabr 10-oyimiz qaysi edi? Ha, oktyabrda 22 ta, uzr adashib ketdik. Noyabrda xo'p 21 ta va oxirgi oy dekabrda 10 dan 31 gacha 22 ta. Bularni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 22, 21 va 22 larni yig'indisi 65 chiqar ekan. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa davom etamiz. Hozir texnik nosozlik bo'lyapti. Demak, 14-savolga e'tibor beramiz. Hop. Shu tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha tub sonlar yig'indisini toping deyapti. Oldin bu tengsizlikni soddaroq ko'rinishga olib kelib olishimiz kerak. Nima qilamiz? O'sha o'zimiz bilgan usullardan foydalansak, ayrilgan 9 ni qo'shib o'tkazadigan bo'lsak, 99 minus x bo'lingan 2 katta 11 bo'lib qoladi. 9 o'ng tomonga qo'shish bo'lib o'tsa. Endi mana bu bo'lishni ko'paytirish qiladigan bo'lsak, 99 minus x katta bo'lib qoladi 11 kara 2 dan. Demak, 99 uzr, mana bu 7 edi, sal adashib ketdik. Minus 99 minus x katta 77 ko'rinishga keldi. Endi x ni o'ng tomonga o'tkazamiz va 77 ni chap tarafga o'tkazsak, 99 minus 77 katta x ko'rinishga keladi. Demak, 22 katta x. X 22 dan kichik bo'lish kerak ekan har doim. Demak, bizga shu shartni qanoatlantiruvchi tub sonlar yig'indisi kerak. Bu tub sonlarimiz demak 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 va 19 ekan. Ularning yig'indisini hisoblasak, 2 bilan 3 ta yig'indisi 5, 5 ga 5 ni qo'shsanglar 10, 10 ga 7 ni qo'shib olsak 17, 17 va 11 28, 28 ga 13 41, 41 ga 17 58 va nihoyat 58 ga 19 77 degan javobni beradi. Tushundingiz deb umid qilamiz. Shunchaki mana shu tengsizlikni soddalashtirib olamiz. Ayirishni qo'shish qilib o'tkazamiz, bo'lishni ko'paytirish qilib o'tkazamiz va o'rinlarni almashtirib shunaqa ko'rinishga olib kelib olamiz. Xo'p, keyingisiga o'tamiz endi. Hozir 1 minut planshetimizda ozgina nosozlik bo'lyapti. Ovozingizni o'chirib qo'ymadingizmi? 15-savoldan davom ettiramiz demak. Hisoblang deyapti. Kasr berilgan bizga. Suratimiz 20 kara 17 340 ekan. Mahrajni hisoblaydigan tomoni 5 sm bo'lgan
4 ta bir xil kvadrat berilgan ekan va mana shu kvadratlar yordamida yangi shaklni hosil qilibmiz. Shu shaklda perimetri bizdan so'ralyapti. Demak, qarangizlar, nima qilamiz bu yerda? Bu shakllar qanaqa tartibda birlashtirilgan, shuni bir sal tasavvur qilib olishimiz kerak. Mana bunaqa bitta kvadrat, bunaqa va bunaqa. Demak, shunaqa 4 ta bir xil kvadratlarimiz birlashtirilib shu shakl hosil qilinibdi. Endi perimetr hisoblaganda biz bilamiz, parallel ko'chirish usuli bor edi. Ya'ni mana bu tomonni o'chirib, parallel bo'lgan, shu tomonga parallel bo'lgan va o'ziga teng joyga ko'chira olamiz. Faqatgina perimetrni hisoblashda. Buni ham o'chirib, bu tomonga ko'chira olamiz. Maqsadimiz to'g'ri to'rtburchak yasash. Shunda perimetrdan hisoblash osonroq bo'ladi. Xuddi shunaqa qilsak, dastlabki shaklning perimetri bilan bir xil chiqadi. Chunki biz har bir tomonni o'ziga teng qilib parallel ko'chirganmiz. Endi mana bu yerda ikkita kvadrat tagma-tag joylashgani uchun ushbu shaklning bo'yining uzunligi 10 santimetrga teng bo'lar ekan. Chunki har bir kvadratning tomoni 5 santimetrga teng. Mana bu tomondan qaraydigan bo'lsak, 3, 2 va 4-shakllar ketma-ket turgani uchun mana bu enimizning uzunligi 15 santimetrga teng bo'ladi. Chunki har birining tomoni 5 santimetr. Hosil bo'lgan to'g'ri to'rtburchakning perimetri 50 santimetr chiqar ekan. Demak, bizning javobimiz C javob bo'lar ekan. Perimetr hisoblashda shu parallel ko'chirish usulini qo'llasalaringiz, sirazi javobga kelasizlar. Xo'p, 17-savolga keldik. Demak, bu xo'p, foizlar ko'rinishida bo'lib berilibdi. Qanaqadir bir sunlight, endi bu inglizcha o'zlaringiz o'qib olasizlar. Boshlang'ich maktabi kutubxonasidagi tarix bu mana history. Matematika, math va science, informatika darsliklarining doira diagrammasi ko'rsatilgan. Ushbu 3 ta fan kitoblarining umumiy soni umumiy dedimi, demak biz buni bilishimiz kerak. Barchasi nazarda tutiladi va bu 100% ni bildiradi. Mana shu barchasi 1200 ta ekan. Demak, 100%imiz qancha ekan? 1200 ta ekan bolajonlar. Bizdan so'ralyapti, tarix va informatika kitoblarini farqi so'ralyapti. Nechta ko'p deyilgan-ku, bu degani o'zaro farqi. Xo'p, bularda farqini ko'radigan bo'lsak, tarix 45% mana ko'rib turibmiz. Informatika 25%. Bularda foizlaridagi farq qancha? Foizlardagi farq 20% ekan. 20% ni topib qo'ysak bo'ldi. Biz bularning o'zaro farqini topgan bo'lar ekanmiz. Endi 20% ni topish uchun bilamizki, 100% ni 5 marta kamaytirish kerak, ya'ni 5 ga bo'lish kerak. 1200 ni ham 5 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak, x ni javobi 240 chiqar ekan. Tushundilaringizni umid qilaman. 18-savolga o'tamiz. Demak, xo'p, bu al-Xorazmiy testimizda shu paytgacha ishlab kelganlarimiz shu 17 tasi unchalik qiyin darajada bo'lmadi. Ko'ramiz, endi bu yog'iga ham shunaqa oson chiqsa kerak. 18-savolda o'qiymiz. Ali, Vali va Salim bog'dan meva terishdi. Ali va Vali birgalikda 78 kilogramm. Men har bir bolani tergan olma mevalari sonini ismini bosh harfi bilan belgilayman. Alini tergan olmalarni A deb belgilayman. A deb belgilayman. Valini tergan olmalarni V deb belgilayman. Salimni tergan olmalarni S deb belgilayman. Ali va Vali birgalikda 78 kilogramm olma tergan ekan. Xo'p, demak, Ali va Vali birgalikda 78 kilogramm tergan. Vali va Sali esa 61 kilogramm tergan. Salim bilan Ali birgalikda
73 kilogramm tergan. Hozir mana 3 ta noma'lum, 3 ta tenglama berilyapti. Har birovini topib chiqsak bo'ladi. Bizdan lekin har birovini so'ralmagan. Ali Salimdan nechta ko'p terdi deyilgan. Shuning uchun mana bu birinchi qatordan ikkinchi qatorni shunday ayirvoradigan bo'lsak va ya'ni Ali plus Validan Vali plus Salimni ayirvoradigan bo'lsam 78 minus 61 chiqar ekan. Ikkalasida ham Vali bormi? Valilarni o'zaro qisqartirib yuborsam Ali minus Salimda o'z qoladi. Bu 17 ga teng bo'ladi. Endi bu usul sal tushunarsiz bo'ldi deb o'ylasalaringiz, mana bunaqa fikrlaysizlar. Mana bu uchalasini qo'shib yuboraylik. Ali nechta bu yerda? 2 ta. 2 ta Ali, Vali ham 2 ta va Salim ham 2 ta ekan. Bularni qo'shib yuborsak necha chiqadi? 78, 61 va 73 larning yig'indisi. Xo'p, oxirgi raqami 2 va 14, 20, 212 bo'lar ekan. Endi 2 ga bo'lib yuborsak, Ali, Vali va Salimni jami terganlari 106 ta chiqadi. Ali va Valida 78 ligi ma'lum. Demak, mana bu ham 78. 78 qo'shilgan Salim teng 106 bo'lsa, Salimda 30 emas, 28 ligini topasizlar. Va bu yerdagilarni qo'yib, hammasini topib, farqlarini hisoblab chiqsalaringiz bo'ladi. Agar erinmasalaringiz. Atak mana bu usulni tushunsalarsiz qulayroq usul. Xo'p, davom etamiz. 19-misolga keldik. 19-misol. Demak, ikkita mashina 1 minutda bittadan o'yinchoq tayyorlaydi. Birinchi mashina har 4 ta o'yinchoq tayyorlaydi. Sovutishga sarflayapti shu 1 minut vaqtini. Demak, mana shu birinchi mashinamiz har 5 minutda 4 ta o'yinchoq tayyorlar ekan. Ikkinchi mashinamiz nima bo'lyapti? Hozir bu birinchi mashina eslab qolaylik. Ikkinchi mashinamiz xo'p 7 minutda 7 ta o'yinchoq tayyorlaydi va 2 minut sovutish uchun vaqt o'tkazadi. Demak, ikkinchi mashinamiz 9 minutda jami 7 ta tayyorlar ekan. Bizdan so'ralyapti, ikkalasi birgalikda 2024 ta o'yinchoq tayyorlash uchun qancha vaqt kerak bo'ladi deyilyapti. Qarangizlar. Bittasi 5 minutda 4 ta, ikkinchisi 9 minutda 7 ta tayyorlasa, 5 bilan 9 ni ekoga bilamiz. Necha? Demak, 45 minutda birinchi mashinamiz 36 ta tayyorlaydi. Ikkinchi mashinamiz xo'p, nechta tayyorlaydi? 71 ta o'yinchoq tayyorlar ekan. Demak, 2024 ta o'yinchoqning ichida nechta 71 talik o'yinchoq bor deb nima qilamiz? Shunday bo'lishda amalga oshiramiz. 202 ning ichida 2 ta deysizlar. 604 ning ichida 71, 8 ta desalaringiz 8 kare 71 568 chiqadi va ayirsak necha chiqadi? 36 ta chiqar ekan. Demak, 28 chiqdimi? 28 marta 45 minutdan vaqt o'tish kerak. Shunda jami xo'p, nechta o'yinchoq tayyorlanadi? 36 ta qoladi 2024 ta bo'lishiga, ya'ni 1988 ta o'yinchoq tayyorlanadi. Qancha vaqt ichida? 28 marta 45 minut o'tganida, ya'ni 1260 minutda jami
1988 da o'yinchoq tayyorlanar ekan. Xo'p, demak, mana buni tushungan bo'lsalaringiz, shunchaki 45 ni 28 ga ko'paytirilgan holati bo'ldi-da, 71 bilan 45 ni. Yana 36 ta o'yinchoq tayyorlanishi kerak. Qarangizlar. Xo'p, bu yerni endi sal tahlil qilib ko'ramiz. 20 minutda birinchisi nechta tayyorlaydi? Har 5 minutda 4 ta tayyorlasa, 20 minutda birinchisi 16 ta tayyorlaydi. Ikkinchisi 18 minutda 14 ta tayyorlasa, yana 2 minutda 2 ta tayyorlaydi. Bu jami 20 minutda 16 ta tayyorlab olar ekan. Demak, ikkalasi ham 20 minutda jami 32 ta tayyorlar ekan. Bizda 36 ta bo'lish kerak edi, yana 4 ta tayyorlanishi kerak. Endi mana bu 20 minutdan keyin birinchi mashina dam olmaydi. Chunki u xo'p, har 4 minut ishlab 1 minut sovutishga sarflaganda 20-minutni o'zida sovib bo'lgan bo'ladi. Yana 2 minut ishlaydi. Demak, 21 va 22 minutlarda birinchi mashina 2 ta ishlab chiqaradi. Ikkinchi mashinachi u 7 minut ishlab, xo'p, 2 minut dam olardi. Demak, u 18 minut ichida, ya'ni 17 va 18 minutlarda sovigan bo'ladi. Yana 7 minut ishlashi kerak. Demak, u ham 21 va 22 minutlarda 2 ta ishlab chiqara oladi bemalol. Demak, 22 minutda ular 36 ta ishlab chiqara oldimi? Boshidagi mana bu 2000 qani? 1260 minutga shuni qo'shib qo'yamiz. 22 minutdan 1282 minut chiqar ekan. Xo'p, tushundilaringiz deb umid qilaman. Agar salgina tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, videoni ozgina orqaga qaytarib ko'rib olasizlar, tushunarli bo'ladi. Shunchaki e-cookdan foydalandim. Xo'p, shunaqa qoldiqli bo'lishni amalga oshirdik va chiqqan qoldiqni o'ziga yana qancha vaqt ketishini hisoblab oldik, prognoz qilib. Endi keyingi savolga o'tamiz. Xo'p, 20-savolga keldik. Demak, bizda mana shu shakl berilibdi. Xo'p, ichidagi bo'yalmagan mana bu kvadratni tomoni 12 ekan, bu yerda 9 va mana bu yerda 5 ekan. Endi bizga berilgan a kvadratning tomoni 120, yo'q, a kvadrat emas bu. A deganda mana bu nazarda tutilyapti. Bo'yalmagan va mana bu oq soha. Shu 120 ekan. B deyilganda mana bu nazarda tutilyapti. Bu bo'yalishlarsiz ichidagi soha, ajratib turilgan soha nazarda tutilyapti. Endi qarangizlar. Men bu yerda nima qilaman? Belgilashni amalga oshiraman. Mana bu qora joyni, xo'p, yuzasini x deb belgilasam, mana bu bo'yalgan joyning yuzasi ham x bo'ladi. Mana bu bo'yalgan joyni y deb belgilasam, bu bo'yalgan joyning yuzasi ham y ga teng bo'ladi. Endi qarangizlar. A shaklga, yuzaga B shaklni va undan tashqari shu x degan yuzadan ikkitasini, yo'q, ikkitasini emas, uzr. Bittasini qo'shsam, shu tomoni 12 ga teng bo'lgan kvadratning yuzasini beradi. To'g'rimi? Mana A shakl berilyapti. Mana bu yerda shu bo'yalgan x bor, bu yer B va mana bu yer A. Va tomoni 12 ga teng bo'lgan kvadrat. Shu uchalasining yig'indisi tomoni 12 ga teng bo'lgan kvadratning yuzasini berar ekan. Demak, A bilan B ga yuzasini qo'yadigan bo'lsak, 120 va 20 ning yig'indisi 140, 12 kere 12 144. Demak, x degan yuzachamiz, bolajonlar, 4 ga teng ekan. Xo'p, 4 ga teng bo'lsa, endi ikkinchi kvadratga qarangizlar, o'rtadagi kvadratga.
o'rtadagi kvadratda mana bu bitta x'imiz va c degan yuzacha va mana bu y birgalikda uchalasi nimani beryapti? Tomoni 9 ga teng bo'lgan kvadratning yuzasini beryapti. Ya'ni 81 ni beryapti. 9 karra 9 ni. X ni to'rtligini topdik. C shaklda yuzasi 50 va bundan y ni topadigan bo'lsak, uzr, mana bu yerda B qolib ketibdi-yu, o'rtoqlar. Mana bu yerdagi B shaklni qo'shmabmiz-ku. B shaklda yuzasi 20 bo'lishi kerak. Chunki mana bu ikkinchi kvadratga e'tibor bersak, mana tushunishlaringiz uchun maydalab yozib beraman hammasini. Mana bu o'sha x degan yuza, bu B, o'rtada C va mana bu yerda y degan yuzacha va mana bu yer D. Tushundilaringiz-a? Xo'p, y va undan tashqari D ni ham qo'shishimiz kerak ekan. Mana xato o'tib ketibdi. Bu yerda D ni ham qo'shishimiz kerak. D ni yuzasi qanchaga teng edi? 5 ga teng edi. Shular 81 ga teng bo'lar ekan. Demak, qo'shib chiqadigan bo'lsak, 20 bilan 50 70 ni beradi. Bu ikkalasini qo'shsam 79 plus y teng 81 ekan. Xo'p, bundan kelib chiqadiki, y 2 ga teng. Endi bizdan f shaklda yuzasi so'ralgan. Qarangizlar, 3-shaklga e'tibor beringizlar. Uni ham yozib beraman mana tushunishlaringiz uchun. Mana bu yerda y degan yuzacha, mana bu yerda D va bu yerda f bor. Demak, D ni yuzasi plus y degan yuzachamiz va plus f shaklni yuzasi birgalikda nimani beradi? Tomoni 5 santimetrga teng bo'lgan kvadratning yuzasini beradi. Ya'ni 25 ni. D ni o'rniga 5 ni qo'yasiz. Xo'p, y ni o'rniga 2 ni qo'yasiz va bitta f noma'lum bo'lib qoladi. Shunda f nimaga teng chiqadi? 18 ga teng chiqar ekan. Tushundilaringiz deb o'ylayman. Mana 3 ta holat bo'ldi. Uchalasini ham maydalab chizib berdim. Agar tushunarsiz joyi bo'lsa, bitta qaytadan ko'rib borasizlar, bo'ldi, shu bilan muammo bo'lmaydi. 21-savolga yetib keldik, o'rtoqlar. Demak, quyidagi sonlarda xullas oddiy qoldiqli bo'lish masalani ko'rib turibsizlar. Qoldiqli bo'lish bizga aytyapti, a ni maksimal qiymati, ya'ni eng katta qiymati bilan xo'p, eng kichik minimal qiymati orasidagi farqini toping deyapti. Biz qoldiqli bo'lish qoidasini bilamiz. Nima bo'lish kerak? Qoldiq har doim kichik bo'lish kerak bo'luvchidan. Demak, C bu qoldiqmi? Mana qoldiqni joyida turibdi-ku. U nima bo'lish kerak? 9 dan kichik bo'lish kerak. Bu yerda C 0 ga teng emas, yaxshilab e'tibor beramiz. Demak, C ni eng kichik qiymati 1. Eng katta qiymati-chi? 9 dan kichik bo'lgan eng katta qiymatini olamiz albatta. 8 ni olamiz. Demak, A maksimalni topish uchun nima qilamiz? C ga maksimal eng katta qiymatini 8 ni beramiz. A teng qoldiqli bo'lish qoidasiga ko'ra 9 karra C plus C ga teng ekan. Ya'ni 10 C ga. C ga 8 degan qiymatni bersak, maksimalimiz 80 ga teng chiqadi. 1 degan qiymatni bersak, minimal qiymatimiz 10 chiqadi. Bularning farqi esa 70 deb mana turibdi. Javobimiz. O'zaro farqi 70 chiqdi. Xo'p, yaxshilab o'ylasalaringiz, demak, Al-Xorazmiy imtihoni ham unday qiyin emas ekan. Oddiy o'sha o'rgangan mavzularimiz bo'yicha tushar ekan. O'sha arifmetikada xato qilmasak, ya'ni qo'shish, ayirish, ko'paytirish bo'lishda va elementar bilimlarga ega bo'lsak, yuza, uzunlik, ekuk, foiz, shunaqa narsalar, perimetrlarni biladigan bo'lsak, bemalol Al-Xorazmiy imtihonni ham yorib tashlasak bo'lar ekan. Muhimi o'sha imtihon jarayonida bee'tibor bo'lmaslik
o'sha arifmetikalarda kichik xatolar ham bilamiz, har bir savolni yo'qqa chiqaradi. Kichkina xatolardan ehtiyot bo'lish va imtihonda sergak bo'lib, xotirjam bo'lib bajarsalaringiz bemalol a'lo natija bilan chiqasizlar. Xo'p, 22-savol bu tenglama. Tenglamani hammamiz ishlaganmiz, lekin bu yerda qanaqa tenglama ekan? Kasrli tenglama ekan. Kasrli tenglamalarni ishlash uchun birinchi navbatda nima qilamiz? Umumiy makhraj beramiz. Makhrajlarda turgan sonlar 6, 12, 4 mi? Bularga umumiy makhrajni topish uchun bizga nima yordam beradi? Ekuk. 6, 12 va 4 ni ekubini hisoblab chiqsalaringiz 12 chiqadi. Endi men o jarayonni maydalab ko'rsatib o'tirmayman, vaqtimiz o'zi kam. Demak, har birovini makhrajini 12 qilib ushbu tenglamani yozsak, 6 taqsim 5 imiz 12 taqsim 10 ko'rinishga keladi. Chunki bunga makhrajini 12 qilish uchun 2 ga ko'paytirdik-ku. Bunga bittadan beramiz, o'zgarmay turadi. Va mana bu uzr, sal adashib ketdim. 3 bo'lmaydi bu. Bunga 3 tadan beramiz, 9 taqsim 12 bo'ladi. Demak, x qo'shilgan bu ikkita kasrni hisoblasak, 7 taqsim 12 teng 9 taqsim 12. Bu kasrni bu tarafga ayrish qilib o'tkazsak, minus qilib o'tkazamiz, x teng 2 taqsim 12 chiqadi va 2 bilan 12 ni qisqartirsak 1 taqsim 6 degan javobni topar ekanmiz. Tushunarli-a? Xo'p, 23-savol. Hammasiga e'tibor beramiz. 11 karra 11 turibdi. Bu 121 ga teng. A javob to'g'ri berilgan. B javobda ham bu tomon yig'indi 121 ga teng. Har bir qavsimiz 11 ga teng. 11 karra 11 121 ga teng. D javobni tekshirsak, yig'indi 121 va har bir qavsdagi yig'indi ham 11. 11 karra 11 121 ga teng. Demak, B ham, D ham mos keldi. Bizga noto'g'risi kerak. 36 ga 63 ni qo'shsak 99. 9 karra 9 imiz 99 ni beradimi? Yo'q. Matematikani yaxshi o'rganganmiz. 9 karra 9 imiz 81 ni beradi deydi o'qigan bolalar imtihonga tushgan payt bunaqa savollar. Va tars etib C javobni belgilab qo'yadi. Yaxshi. Endi xo'p. 24-savoliga keldik. Kamida bittasi oq bo'lish uchun nechta turli tanlash usuli mavjud, deyapti. Demak, bu qanaqa mavzuga doir? Kombinatorika mavzusi keladi. Menman, mana menga doir misol bu tushgan misollaring deb kombinatorika yordamga keladi bizga. Bizda berilgan narsalarni avval yaxshilab e'tibor qilib tushunib olaylik. 3 ta ko'ylak, 3 juft shim, 3 juft poyabzal. Xo'p, poyabzalni, juft poyabzalni bitta deb tasavvur qilib ketavering, chunki bilamiz 3 juft poyabzalimiz 6 dona bo'ladi, lekin hozir bu yerda komplekt sifatida qaralyapti. Shuning uchun bir juft poyabzalni juft deganiga chalg'imasligimiz kerak-da, xullas, sizlarga aytadigan bo'lsam. Va nima bor bizda? Ko'ylak 3 ta bor, shim 3 ta va poyabzal 3 ta. Va ular hammasi har xil rangda. Ko'ylaklar ham oq, qora va qizil rangda ekan. Bular ham xuddi shunaqa oq, qora, qizil rangda. Oq, qora, qizil rangda ekan. Endi qarangizlar. Jami kombinatsiyani hisoblab ko'raylik-chi. Oq degan so'zga e'tibor bermasdan-da. Jami kombinatsiyamiz 3 karra 3 karra 3. Xohlagan rangimni olib tanlashim mumkin. Har biridan bittadan olishlar soni 27 ta ekan. Endi bizda shartida nimalarni so'ragan? Kamida bittasi oq bo'lishi uchun deyapti. Kamida bittasi oq bo'lishi uchun hammasidan, ya'ni ingliz tilini aralashtirmayman. Hamma variantlardan nimani ayirib tashlayman? Umuman oq bo'lmagan holatlarni ayirib tashlayman. Oq bo'lmagan holatlarni ayirib tashlayman. Shunda kamida bitta bo'lgan yoki bittasi oq bo'lgan yoki ikkitasi oq bo'lgan yoki barchasi oq bo'lgan holatlar nechtaligi kelib chiqadi. Tushunlaringiz deb o'ylayman. Endi hisob kitobini qarangizlar. Bizda hammasi nima bo'ldi?
hammasi 27 ta bo'ldi. Oq bo'lmagan holatlar. Bu yerda ko'ylaklarning oq bo'lmagani 2 ta, qora va qizil. Shimda ham oq bo'lmaganlar 2 ta, qora va qizil. Poyabzalda ham qora bo'lmaganlar, oq bo'lmaganlar 2 ta, qora va qizil. Jami kombinatsiyasi 8 ta bo'lar ekan. Ayirib yuborsak nima chiqadi shunda? 27 dan 8 ni ayirsak 19 degan javobga kelar ekanmiz. Mana, D javob chiqar ekan. Xo'p, tushundik-a? Kombinatorikani eslab oldik-a? Yaxshi. 25-savolga yetib keldik demak. Bizdan shunaqa qator ko'rinishda berilyapti. 5-qatordagi barcha sonlar yig'indisi so'ralyapti. Har bir qatorga e'tibor beramiz. Birinchi qatorda nechta son bor? Bitta son bor. Ikkinchi qatorda 3 ta son bor. Uchinchi qatorda 5 ta son bor. Va xo'p, to'rtinchi qatorimizda nechta son bor? 7 ta. Ikkitadan farq qilib ketyaptimi? Demak, mana bu yerdagi 5-qatorda 9 ta son bo'lishi kerak va ular 17 dan boshlanishi kerak. 17, 18 va hokazo. 9 ta bo'lishi uchun oxirgisi 25 bo'ladi, to'g'rimi? Ana shunda bular obshi 9 ta bo'ladi. Bizdan shularning yig'indisi so'ralgan. Yig'indini ketma-ket kelgan sonlar yig'indisini qanday hisoblashni bilamiz-a? Teskari yozib olamiz, qo'shib yuboramiz va xo'p, nechta son bo'lsa yig'indini o'shanga ko'paytiramiz. Bu yerda 9 ta son edi. Chiqqan natijani nima qilamiz? 2 ga bo'lamiz. Chunki mana bu har bir son 2 marta ishtirok etyapti. Shuning uchun 378 ni 2 ga bo'lsak, xo'p, 100 necha? 89 degan javobga kelamiz. D javobga. Tushundilaringiz-a, bolalar? Yaxshi. 26-savolga keldik. Xullas, qo'shish jadvali deb tasavvur qilingizlar. 1 ga 1 ni qo'shsam 2, 1 ga 2 ni qo'shsam 3, 1 ga 3 ni qo'shsam 4, 5, 6 shunaqa davom etib ketar ekanda. Shu jadvalni to'ldirib chiqsangiz, nechtasi tog' bo'ladi deb so'ramoqchi mana shu jadvalning ichida. Tog' bo'lish uchun qanaqa holatlar bo'lishi kerak? Tog' plus juft bo'lishi kerak yoki juft plus tog' bo'lishi kerak. Ana shunda bu yig'indilarimiz natijasi tog' chiqadi. Demak, tog' sonlarda sherigi juft bo'lishi kerak ekan. 1 ga qarangizlar. Bu yerda 1 tog' son, 3 tog' son va 5 tog' son. Bularning sheriklari 2 va 4 bo'lishi kerak. 3 ta tog' sonda sherigi 2 tami? Demak, bular 6 ta tog' son chiqadi bular yordamida. Endi mana bu sonlarning sherigichi? Bu sonlarning sherigi demak 2 ning sherigi 1, 3, 5 mana bu sheriklari. Chizib ko'rsatay sizlarga. 2 ta juft songa, demak 2 ta juft songa mos kelyapti 3 ta tog' son. 3 ta juft songa esa mos kelyapti 2 ta tog' son. Demak 3 kara 2 plus 2 kara 3 12 ta bo'lar ekan. Ya'ni mana ko'rib turibmiz 3, 5. Endi mana bu juft songa tog'larni qo'shganim. Mana bu yer va mana bu yer. Endi 3 tog'mi? Buni sheriklari juft bo'lishi kerak. 2 bilan 4 ni pastini ko'rasizlar mana. Xuddi shunaqa davom etaveradi-da. Shular sanab chiqsangiz, uzr, mana bu yer emas. Mana bu yer bo'ladi. Sanab chiqsak 12 ta bo'ladi mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta bo'ladi. Tushundilaringiz-a? Yaxshi. 27-savolga keldik. Demak,
Qaraymiz, 3 xonali songa nima qanaqadir raqamni qo'shsam yana 3 xonali bo'lyapti, lekin mana bu maksimal bo'lgan eng katta 3 xonali son. Bunga qanaqadir 0 dan farqli raqamni qo'shsam, natija 4 xonali bo'lib ketadi. Shuning uchun bu 3 xonaliligicha qolishi uchun mana bu qo'shilgan raqamimiz 0 bo'lishga majbur bo'lib qoladi. Demak, 0 qo'shganimizda o'zgarmaydi. Shuning uchun so'rog'imiz 9 ga teng bo'ladi. Tushunarli? Yaxshi bo'ldi. Xo'p. 28-savolga keldik. Yuzlar xonasigacha yaxlitlaganimizda 700 bo'ladigan eng katta va eng kichik sonlar yig'indisi. Yuzlar xonasigacha yaxlitlaganimizda 700 bo'ladigan sonlar 650 dan 749 gacha hisoblanadi. Shu oraliqdagi любой sonni yuzlar xonasigacha yaxlitlasak 700 chiqar ekan. Bu sonlarning orasida eng kattasi 749, eng kichigi 650. Bularning yig'indisi nimani beradi? 1399 degan javobni beradi. Endi 29-savolga yetib keldik. O'ylaymanki, yaxshi tushunyapsizlar. Har bir narsaga e'tibor berib, maydalab tushuntirishga harakat qilyapman. Agar ozgina tushunmovchilik bo'lsa ham, videoni qaytadan ko'rib olsalaringiz, menimcha o'sha tushunmovchilikni bemalol bartaraf qila olasizlar. 29-savol. 80 dan boshlab 120 gacha sonlar yozilgan va qanaqadir katta son hosil bo'lgan. Bilmaymiz u qanaqa sonni hozir o'qib ayta olmaymiz-da. Lekin bizdan nima so'ralyapti? Shu sonda 27 va 54 raqamlari yig'indisi so'ralyapti. Bu yerda bilamizki, ham 2 xonali, ham 3 xonali sonlar ishtirok etyapti. 2 xonalilarimiz 80 dan 99 gacha, 3 xonalilarimiz 100 dan oxirgisi 120 bo'lib turibdi. 100 dan 120 gacha. 80 dan 99 gacha bilamizki, xo'p, 20 ta son bor va har birovi 2 xonaliligi uchun bu yerda 40 ta raqam ishlatiladi. 100 dan 120 gacha esa 21 ta son bor. Har birovi 3 xonaliligi uchun 63 ta raqam ishlatiladi. Demak, 27-raqam mana bu yerda ekan. 54-raqam mana bularning orasida ekan. 27-raqam gacha 26 ta raqam bo'ladi. Bu degani 13 ta 2 xonali son degani. 13 ta 2 xonali son ketma-ket tursa, ketma-ket joylashsa, 26 ta raqam ishlatilgan bo'ladi-ku, to'g'rimi? O'shalardan keyingi birinchi raqamimiz 27-raqam hisoblanadi. 13 ta 2 xonalilimiz 80 dan boshlab 92 gacha bo'ladi va 93 dagi 9 raqami 27-raqam hisoblanadi. Endi qarangizlar, 54-raqam deyapti. 54-raqam bu 3 xonalilarda ichidagi 14-chi hisoblanadi. Chunki bu yerda 40 ta ishlatib bo'lindi-ku. 54 dan 40 ta ayirsam 14 chiqadi. 14 degani nechta 3 xonali son? 4 ta 3 xonali son va 5-3 xonali sonning ikkinchi raqami degani. Shuning uchun 4 ta 3 xonali sonimiz bilamiz. Xo'p, 100, 101, 102 va 103 va 104 ning mana bular 12 ta raqam bo'ldi. 104 ning mana ikkinchi raqami 0. Bizda nimani beradi? 54-raqamni beradi. Va mana shu 9 bilan 0 ning yig'indisi 9 degan javob chiqar ekan. Bolajonlar, tushundik deb o'ylaymiz va 30-savolga o'tamiz. Yaxshi. 30-savolda nima qilyapti? Qarangizlar. Mana shu sohani yuzi so'ralyapti. Nima qilaman men bu yuzani hisoblash uchun? Buni bolajonlar, buni to'g'ri to'rtburchakka to'ldiraman. To'g'ri to'rtburchakni yuzasi nimaga teng? Bu tomonimiz 1 dan 5 gacha bo'lsa 4 ga teng. Demak, enini uzunligi 4 chiqdi. Bo'yini uzunligi mana 0 dan 5 gacha ekan 5.
To'rtburchak yuzasi 4 kare 5 20 ga teng. Mana shu to'rtburchakdan men bu keraksiz bo'lgan joylarini ayirib tashlasam, nima chiqadi? Shu sohani yuzi chiqadi. Demak, qarangizlar. Mana bu yerda bu uchburchakning yuzasi. Mana bu ikkita uchburchak bor-ku. 1 va 2 degan uchburchak. Shularni qo'shib olsam, to'rtburchakni beradi-ku, to'g'rimi? Bu tomoni 5 ga teng, bu tarafi 2 ga teng mana. Bu yer 2 bo'lib turibdi. Bu tarafi 5. Buni yuzasi jami 10 deb beradi. Demak, bu ham 5 ekan, bu ham 5 ekan yuzalari. Shunda 5 bilan 5 10 deb beradi. Pastdagi uchburchak qarangizlar uchburchakka. 1 1 mana bular yarim. Chunki bular uchburchak-ku, bitta kvadratchani yarmi bo'lib turibdi. Bu yerda 2 ta 1 va 4 ta 0.5 imiz bor. Bular 4 degan yuzani beradi. Demak, mana bu 10 bilan 4 yig'indisi 14. Katta to'rtburchak yuzasi 20 edi. Shulardan 14 ni ayirib tashlasam, qaysi javob chiqadi? 6 degan javob assalomu alaykum deb qarshimizdan chiqadi va variantlarda orasida turibmiz akasi, bizni belgilang deydi. Xo'p, sizlar bilan 30 ta savolni mana tahlilini ko'rib chiqdik. Tushundilaringiz deb o'ylayman. Agar tushunarsiz bo'lsa, qayta ko'rib olingizlar videoni. Bizning vaqtimiz ham chegaralangan. Sizlarga sog'lik, omonlik, nasib Xudo xolasa Al-Xorazmiy imtihonida yorib tashlaysizlar. Yuqori natijalar bilan chiqishingizni tilab qolamiz. Yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Sog' salomat bo'lingizlar.